Ipak yo'li banki navbatdagi xayrli ishga qo'l urdi. Moliya muassasasi tomonidan Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi uchun idish tovoqlar to'plami taqdim etildi. Tibbiyot markazida davolanayotgan bemorlarning 3dan 1 qismini bolalar tashkil etadi. Davlatimiz rahbari joriy yil 14-may kuni markazga tashrif buyurib, u yerda davolanayotgan bolalar uchun yangi bino barpo etilishi va u yerda hamma sharoitlar yaratilishi haqida aytgan edi. Shundan so'ng davlatimiz rahbarining tegishli qarori qabul qilindi. Hujjatga binoan 2022-yil 1-yanvardan bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazi Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi tarkibidan chiqarilib, mustaqil markaz sifatida faoliyat yuritadi. Ipak yo'li bank tomonidan taqdim etilgan idish tovoqlar to'plami aynan yangi binoda bolalar va ularning ota-onalari uchun juda zarur. Hozirgi paytda Arnasoy oldingi Pionerskiy ko'chasida joylashgan yangi binoga ko'chib o'tmoqchimiz va bu yangi binoda hamma qulay sharoitlarga ega bo'lgan bolalar bo'limi tashkil etilgan. Bu bolalar bo'limida faqat bolajonlarimiz davolanishdan tashqari ularga maktab va uzoqdan kelgan ota-onalar uchun pansionat qurilishi inobatga olingan. Ipak yo'li banki bizga katta yordam bermoqda. Moliya muassasasi tomonidan olib kelingan 550 to'plamdagi idish tovoqlarni markaz xodimlari qabul qilib oldi. Bu bizga berilgan idish tovoqlar har bitta bola uchun maxsus bo'lib, ular ovqatlanib bo'lgandan keyin har xil dezinfeksiya ishlari olib boriladi va shuni hisobiga biz qo'shimcha kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Bu enterokolit, enteropatiya degan narsalarni oldini olgan bo'lamiz. Buni hisobiga tuzalib ketish foizi yuqori bo'ladi. Ipak yo'li banki rahbariyati Shavkat Mirziyoyevning aholiga gematologiya va onkologiya xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorini qo'llab-quvvatlash va markazda davolanayotgan bolalar uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida bu kabi xayrli ishlarni davom ettirishni maqsad qilgan. Наш банк уже давно с радостью участвует в различных благотворительных программах. Bankimiz turli xayriya tadbirlarida ishtirok etadi. Bu safar biz bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markaziga yordam beryapmiz. Xususan, zarur miqdorda idish tovoqlarni xarid qilib, bugun markazga olib keldik. Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazi yangi binoga ko'chib o'tgandan so'ng ovqatlanish uchun mo'ljallangan bu idish tovoqlar albatta ularga qo'l keladi degan umiddamiz. Davlatimiz rahbarining aholiga gematologiya va onkologiya xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlashda o'z hissamizni qo'shayotganimizdan juda xursandmiz. Chunki bolajonlarimizning salomatligi, ularning ko'zlaridagi quvonch biz uchun juda muhim. Haqiqatdan ham hayotimizning mazmuni bo'lgan bolajonlar salomatligi har narsadan ustun. Shuning uchun ham Ipak yo'li banki bu kabi xayrli ishlarni davom ettiradi.